6 yanvar 2026-yil kuni soat 18:10 da Mening yurtim telekanalida Qodirxon Togri Yo'l serialining 10-mavsum 74-qismi namoyish etiladi va bu epizod voqealar rivojida muhim burilish sifatida seziladi. Dastlabki sahnalardanoq hikoya jiddiy ohangga ega bo'lib, qahramonlarning oldingi qarorlari endi bevosita ta'sir ko'rsata boshlaydi. Ushbu serialni qadrlashimning sababi uning soddalik va ma'naviy chuqurlikni uyg'unlashtira olishidadir. Yangi qismda ham mualliflar baland shiorlardan ko'ra amaliy tanlovlarga urg'u berishadi. Qodirxon mukammal obraz emas, balki o'z yo'lini anglab borayotgan tirik qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Dialoglar alohida e'tiborga loyiq, ular sokin, ammo mazmunan juda kuchli. Har bir sukunat va nigoh ichki kechinmalarni ochib beradi. Rejissyorlik yondashuvi tomoshabinga hislarni majburlamasdan, ularni mustaqil his etish imkonini yaratadi. 74-qism Qodirxon Togri Yo'l seriali nega hanuz tomoshabin e'tiborida ekanini yana bir bor isbotlaydi. Bu hikoya vaqt o'tishi bilan yanada mazmunli bo'lib bormoqda.